Yo'qolgan muhojir ayol o'lik holda topildi. Uslugada yirik reyd, 1000 ga yaqin muhojir tekshirildi. Rossiyada g'oyib bo'lgan muhojirning jasadi bir necha kundan keyin yerga ko'milgan holatda topildi. Rossiyada muhojirlarning tibbiy tekshiruv natijalari endi MVDga tezroq yuborilishi mumkin. Yekaterinburgda muhojirlar farzandlarini harbiy vatanparvarlik to'garaklariga jalb qilishmoqda. Vladivostokda muhojirlarga hujjat o'g'irlab berishda gumon qilingan 2 nafar politsiya rahbari FSB tomonidan ushlandi. Rossiya davlat dumasi sudlangan muhojirlarga fuqarolik, VNJ va RVP berishni cheklash bo'yicha qonuniy loyihasini ma'qulladi. Sankt-Peterburg va Leningrad viloyatida qurilish obyektlarida muhojirlar ommaviy tekshiruvdan o'tkazilmoqda. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Jahongir Saidovich. Hafta yangiliklari bilan tanishib o'tamiz. 33 yoshli muhojir ayol Moskvada kasalxonada ishlagan va ijarada kvartirada yashagan. Ma'lumotlarga ko'ra, u oxirgi marta uyga kirganidan keyin aloqaga chiqmay qolgan. Oradan kunlar o'tib, yaqinlari kvartiraga kelganida ayolning jasadi divan ichida topilgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, jasad paketlarga o'ralgan, skoch bilan bog'langan, bo'ynida jarohat bo'lgan. Qo'llarida esa qarshilik ko'rsatgan izlar aniqlangan. Politsiya kvartiradan qon izlari bo'lgan pichoqlar, skoch, qaychi va boshqa buyumlarni topgan. Asosiy gumonlanuvchilardan biri voqeadan keyin Rossiyani tark etgan bo'lishi mumkin. Hozirda qidiruv va tergov harakatlari davom etmoqda. Leningrad viloyatida muhojirlar o'rtasida chiqqan janjaldan so'ng politsiya 1000 ga yaqin muhojirlarni tekshirdi. Ma'lumotlarga ko'ra, tekshiruvga muhojirlar o'rtasidagi janjal sabab bo'lgan. Politsiya tomonidan qurilish obyektlari, muhojirlar yashash joylari va ularning hujjatlari tekshirilgan. Jami 1000 ga yaqin xorijiy fuqaro tekshiruvdan o'tkazilgan. Bunday holatlarda politsiya asosan registratsiya, ishlash huquqi va Rossiyada qonuniy yurish holatiga e'tibor qaratadi. Ko'p holatlarda birgina janjal yoki ommaviy tartibsizliklar yirik reydlar o'tkazilishiga sabab bo'lishi mumkin. Rossiyada pul yuborishda kurs ham, qulaylik ham muhim. Shu sabab o'tkazmalarni Arbuz ilovasi orqali amalga oshiring. Qalqon promokodini kiriting va baland kursda pullaringizni kartaga yoki naqd ko'rinishda yuboring va har bir o'tkazmadan cashback oling. Vladimir viloyatida yashab, mahalliy korxonalardan birida ishlab kelgan muhojir bir kuni izsiz yo'qolgan. Yaqinlari politsiyaga murojaat qilganidan so'ng qidiruv ishlari boshlangan. Ma'lumotlarga ko'ra, muhojir tanishi bo'lgan ayolnikiga mehmonga borgan. Shu kuni ular spirtli ichimliklar ichgan va ular orasida o'zaro tortishuv kelib chiqqan. Tergov versiyasiga ko'ra, ayol uni itarib yuborgan va erkak boshi bilan urilib hushidan ketgan. Keyin esa arqon bilan bo'g'ib o'ldirilgan. Gumonlanuvchi tanani o'z hovlisiga ko'mgan. Keyinchalik esa uning telefoni va bank kartasidan foydalanilgani aniqlangan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, marhum hisobidan 130 ming rubldan ortiq pul yechilgan. Hozirda gumonlanuvchiga qasddan odam o'ldirish va bank hisobidan o'g'rilik qilish moddalari bo'yicha ayb qo'yilgan. Hozir Rossiyada muhojirlar bo'yicha tibbiy nazoratni kuchaytirishga oid qonun loyihalari muhokama qilinmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, endilikda klinikalar tibbiy tekshiruv natijalarini MVD va Rospotrebnadzorga to'g'ridan-to'g'ri yuborishi mumkin. Loyihalarga ko'ra, tibbiy tekshiruv muddati qisqarilishi, ma'lumotlar avtomatik yuborilishi va kasallik aniqlansa, migratsiya qarorlari tezlashishi kutilmoqda. Hozircha muhojirlar VICH, sil kasalligi, sifilis va narkotik moddalari bo'yicha tekshiriladi. Endi esa gepatit bo'yicha tekshiruvlarni ham kengaytirish rejalashtirilmoqda. Bu yerda eng muhim jihat raqamlashtirish, ya'ni ma'lumotlar qo'lda emas, tizim orqali tezroq o'ta boshlaydi. Hozircha bu o'zgarishlarning bir qismi loyiha bosqichida, lekin Rossiyada migratsiya nazorati bosqichma-bosqich kuchaytirilgani ko'rinib turibdi. Yekaterinburg maktab va bog'chalarida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 5000 dan ortiq xorijiy fuqaro bolalari tahsil olmoqda. Asosiy qismini Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekiston fuqarolari tashkil qiladi. Hujjatlarda aytilishicha, muhojir bolalarini harbiy vatanparvarlik uyushmalari, yoshlar tashkilotlari va maxsus to'garaklarga jalb qilish orqali ekstremizm va terrorizmning oldini olish rejalashtirilgan. Rossiyada qonuniy yurish statusini yo'qotgan muhojirlar politsiya xodimlariga muammoni hal qilib berishlari uchun pul bergan. Ma'lumotlarga ko'ra, bir xodim 90 ming rubl, ikkinchisi esa 60 ming rubl olgan. Evaziga esa muhojirlarning hujjat masalasini soxta ma'muriy ishlar orqali qonuniylashtirishga urinish bo'lgan. Ya'ni muddat tugagan holatni go'yoki endi boshlangandek ko'rsatish rejalashtirilgan. Bu sxema orqali muhojirlar deportatsiyadan qochish, patentni saqlab qolish va Rossiyada qolishga uringan. Holat FSB tomonidan fosh qilingan. Politsiya rahbarlariga pora olish moddasi bo'yicha ayb qo'yilgan. Yangi qonun loyihasiga ko'ra, endi sudlanganligi olib
tashlanmagan yoki yopilmagan muhojirlar Rossiya fuqaroligi, VNJ yoki RVP olishda muammoga duch kelishi mumkin. Bu yerda jinoyatning og'ir yoki yengilligi emas, balki sudlanganlikning mavjudligi asosiy masala bo'lmoqda. Qonun loyihasiga ko'ra 14 yoshdan katta xorijiy fuqarolar RVP yoki VNJ uchun ariza topshirganda sudlanmaganlik haqida ma'lumotnoma taqdim qilishi kerak bo'ladi. Hozircha bu birinchi o'qishdan o'tgan qonun loyihasi, lekin migratsiya siyosati bosqichma-bosqich kattalashib borayotgani ko'rinib turibdi. Sankt-Peterburg va Leningrad viloyatida qurilish obyektlarida muhojirlar ommaviy tekshiruvdan o'tkazilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, politsiya va migratsiya xizmati xodimlari bir nechta qurilish obyektlarida reyd o'tkazgan. Tekshiruv vaqtida asosan registratsiya, patent, ishlash huquqi va Rossiyada qonuniy yurish holatlari tekshirilgan. Ayrim muhojirlar politsiya bo'limiga olib ketilgani aytilmoqda. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlar sizlar uchun foydali bo'ldi. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.